Aziz obunachilar, mana sizga apteka, mana sizga dorixona. Mana qizilcha va sariq sabzi. 2 dona qizilcha, qizil lavlagi va bitta sariq qizil sabzini blenderga solasiz. Yarim litr suv solib chiqarasiz va ertalab och qoringa ichasiz. Jigarni, o'tni juda ham zo'r tozalaydi, ichaklarni tozalaydi, qonni ko'paytiradi, gemoglobinni ko'paytiradi. Xomlayin yesangiz vafshi zo'r narsa. Har kuni och qoringa bitta xomlayin yesangiz shunaqangi zo'r effekti zo'r bo'ladi. Men ko'proq mana bankaga qilib qo'yganman, ko'ringlar. Qizil lavlagini xomlayin mayda qilib to'radim mana. Xohlasangiz somoncha to'rang, xohlasangiz dumaloq to'rang. Bitta novot solib qo'ydim. Hozir ustidan qaynagan suv quyaman. Hali suv qaynamadi. Qaynagan suvni quyib qo'yaman. Ertalab tong saharda ichaman. O'sha ertalab tong saharda ichib, kunim bilan ichib yuraman. Mana shu ichaklarni tozalaydi. Gemoglobinni ko'taradi. Mana sizga apteka. Arzimagan pul turadi. Mana shulardan ko'proq foydalaning. Mana apelsin, mandarin, limon, C vitamini bor. Imbir, zanjabil, hammasi sizga tekin apteka. Ximikatlarsiz, beziyon, berzarar. Hatto buni po'choqlarini tashlab yubormang. Mana shuni po'choqlarini quritib mayda qilib ovqatlarga qo'shsangiz ham ovqatlaringizni hidi zo'r bo'ladi. Rosa ham mazali bo'lib chiqadi. Shuning uchun asnoviy men buni yaxshi ko'raman. Mana bitta qizil sabzi bilan ikkita lavlagini olaman. Blenderga shunday solasiz. 1 litr suvni quying. 1 litr suvni maydalab chiqarib so'qib iching har kuni. Och qoringa, to'q qoringa farqi yo'q. Voy zo'r narsa, yosharib ketasiz, yosharib. Vafshi zo'r narsa, shu effekti zo'r narsa. Arzimagan pul turadi. 5000 ga 1 kilo olasiz. 2,5 mingdan qizil sabz. 5000 ga 2 kilo olasiz bundan. Bemalol bir hafta ichaklaringizni, ichlaringizni tozalab, gemoglobiningizni 10 ming so'm pulga ko'tarib olishingiz mumkin. Xohlasangiz, endi buni qaynatib yeng desam yaxshi, qaynatib yeyish kerak, faqat mayonez bilan emas. Mayonez jigarga yog' to'playdi. Qaymoq bilan yesangiz yaxshi. Mayonez ziyon, aziz obunachilar. Men umuman mayonez qo'shmayman. Mayonez yaxshi narsa emas. Mayonez jigarni yog' bosishini, yog' hosil qilishini olib keladi. Mayonez yaxshi narsa emas. Yo qaymoq tabiiy, yo ozgina qattiq, ozgina nomiga yog'li qattiqdan qo'shib yorib yesangiz ham vafshi zo'r, effekti zo'r, lichebniy bo'ladi. Mana sizga apteka, mana sizga Allohning hikmati.